O'zbekiston va Qirg'iziston xalqi assalomu alaykum. Kim davlatini sevsa bitta like bosib keting. Do'stim, ko'rdlaringizni, prezidentlaringizni qanday qilib kutib oldik? Bizda janobi olimiz o'zlari aeroportga chiqib, bag'ir ochib to'y qilib berdi. Karnay, surnaylar, raqs, o'yin, kulgu, bozilar. Mana shunaqa bo'ladi do'stlik. Do'stlik, qo'shnichilik ana shunaqa bo'ladi. Havasim kelgandan bitta video qilyapman. G'ayriligiz kelmasin, paxta qo'yapti deb o'ylamang. Endi davlatini sevgan inson gapiradi. Men Tojikiston blogeri sifatida gapirishga haqqim bor. U 3,5 mingta dronni qarang, bir vaqtda o'zida uchib, 3 ta prezident suratlarini havoda chiqarib berish oson narsa emas. Bayroqlarda rasmi davlatlarda, keyin prezidentimizning onajonini rasmi, har birini svetlariga qaratib, ko'zini nuqtasigacha osmonda tasvirlab beryapti. Undan tashqari u raqs, bozi, o'yin, kulgu, salyutlarni ko'rmasangiz jonlaring sog' bo'lsin. Qirg'iziston xalqim, hammalaringni biz yaxshi ko'ramiz. O'zbekiston xalqim, hammalaringni biz yaxshi ko'ramiz. Mana shunday do'stligimiz abadiy bo'lsin. Kim ichi toza bo'lsa kommentariyaga do'stligimiz abadiy bo'lsin deb yozib, biron yaxshi kommentariy yozib ketinglar. Tojikistondan G'ulomjon bloger 93. Hamma vaqt Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston va pesh. Olg'a O'zbekiston, Qirg'iz bavurlarim.